Yo'q, turib. Qizim, nega sen kirmayapsan? Menga kompyuter etmadi. Ha, işte. Ustoz, qarang, ishlamayotgan kompyuterlarda aniq yozingizlarda. Shunaqa anosi bor, shunda internet muammo bor. Ha. Bu kompyuterchi. Ovozingni ko'tarib o'qichi, balandroq qilib o'qichi o'g'lim. Matnda ikkinchi kechada sichqonlarni chulg'ab olgan varaqni ko'rsatib beruvchi gaplardan birinchi toping va ko'chirib yozing. Matnda emas, o'g'lim yaxshilab o'qi. Matnda ikkinchi kechada sichqonlarni chulg'ab olgan vahimani ko'rsatib beruvchi gaplardan birini toping va ko'chirib yozing. Bu qirg'iz sinfda bo'ladi. Ustoz xizmatda O'shancha tilida ikki tillik biladi. ikkita A, B, o'zbek sinfi, Qirg'iz sinf, o'zbekcha. Qirg'izda kirilchami yo lotinchami? Kirilcha. Kirilchami? Ha, o'shanchini. O'shancha bo'g'inlab o'qiydi. ko'proq Lekin borku bu yutuq taraflaringiz ham mana shu. O'quvchi ikki tilda bir xil o'rganadi-da, yutuq tarafi ham u ko'proq shug'ullanadi, ko'proq miya ishlaydi. O'shancha